Rahmanım, mana hop Qibray tumanida Yangi hayot mahallasi va Yo'nariq mahallasi tutashgan chorrahada turibmiz. Mana xudo xolisa ro'za kunlar va baraka topkunlar, mana homiylar hammasi bu mahalla namozxonlar yig'ilib masjidni buzib tozalab beton qo'shyapti. Baraka topsa, mana bosh o'tganlar umr uzoq bo'lsin. Mana qaranglar, haqiqatan buni yetish kerak edi. Bu narsani duo qilish kerak edi. Ha, u odam bu odam olmasdan mana qilayotgan ish qilyotsa-chi, bular xizmat qiladi, keyin xursand bo'ladi. Bitta o'zim ko'ngli ko'tarib baraka topsiz qiladi. Nima qilib qo'ygan bo'lsa xafa bo'ladi. Undan ko'ra mana borni boqish, mehnat qilayotgan, mehnat qilyapsiz, qiziqib yana mehnat davom ettiradi. Ozgina insonni ham shu to'g'ri duo qo'ysak, xudo xolasa mana masjidimizda mana masjidga gumbaz qurildi, mana hamma tozalab qo'ydik, mana Navruzga tayyorlab qo'ydik. Hop, Ramazon kunlarida, mana bayram kunlarida turibdi. 8-martada ham men ayollarga hurmat qo'ydik, mana tayyorlari sog' bo'lsin, duo qildik, mana baraka topsin, mana hammasi. Shu akil bo'lsa, elimiz yurtimiz bo'ladi, O'zbekiston obod bo'ladi. Ana agar bu qilgan insonlar ishini bosib o'tib ketib qolsangiz xafa bo'lishadi. Mana hammasi men bilan kraskalab qo'yishdi. Men bitta ishlashyapti, mana bularni ruxsatni sekin olib, mana shu odamlar qarang, mehnatga shu namoz qillar hammasi. Endi ko'cha kuydirgani qarashyapti endi bitta. Navruz Ramazon kunlarida ro'za tutsa ham mehnat qilish, shu beton qilib niyat qilishgan ekan. Homiylarni baraka topsin. Ana qarang. Baraka topsin. Ana odamlar havas keladi, mayli akil bo'lsangiz, hamma shaq o'zi qaysi bir yoqdan boshqarib o'zini mahallasini obod qilsa, boshqa insonlar ish qolmaydi ekan mana. Xormaylar, xormaylar. Xormaylar akajonlar, xormaylar. Hojibi xormay. Baraka toping, baraka topinglar. Mana shunaqa insonlar kerak, mana. Ishlayotsa yana davom ettiradi. Baraka topsa, ana shu duo qilsa odamlar harakat qilgani. Qiziqtirish kerak. Baraka toping aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yashang. Toyir aka. Hamma joyda bor, baraka toping. Masjiddasiz, yurtdasiz, bu yerda baraka. Umringiz uzoq bo'lsin. Men bo'ylam bitib qopti. Yashang. Rahmat Pozig'or aka, yaxshimisiz? Kam bo'lmay. Mana masjidni homiylari, masjidda naqalari, qavmlari baraka topinglar. Umringiz uzoq, mana masjid chiqarsa yetish kerak edi. Hali boshqalar maqtaveradi, mana masjidda mehnat qilgan maqtasi duo qilsa yana davom ettiradi. Biz savob dumjurimiz. Yashang ukajon. Men bu lambalar kim oldi, mana lambada olib kelib baraka voy. Umringiz uzoq bo'lsin. Qarang. Toshlar, suhbatlarga, qoraga yaxshimisiz? Omad bersak. Baraka. O'ydan bitonlarni olib hisob qo'ysinlar ustiga. Mana. Baraka top. Men bilan ham anaqsiz bo'lay qarashaveraman dedi, men bilan. Qana qilsa qilib, duo qilib, aynan baraka topib qo'ying. Mana chiroqni chiroyli qilib qo'ygan qarang. Ertalab anaqa qilib. Voy, menga ham. Mana shundan 5-6 tashinglar o'rda, menga ham. Mana masjidimizda obod chiroyli bo'lib, masjidimizda baraka topinglar. Hammalarga rahmat. Mana Ramazon oylarida tutgan ro'zalarida daryo qabul etsin, gunohlarni Alloh mag'firat qilib, onadan yangi tug'ilganda yurish nasib etsin. Yurtimiz, elimizni Alloh tinch qilsin. Osmonni sabog'i mamlaq chiroyli qilib qo'ysin Alloh taolo. Qarang. Osmonlarimizni shaffof bo'lsin degan shu dey mana. Yashaylar. Baraka topinglar.
Ana xudo xohlasa ummat seylaringizgina qoldi bitta xudo xohlasa hamma chiroyli. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin, taninglar sog' bo'lsin, ishqilib murod maqsad yetib, kompyuterga chiroyli to'g'ri yozinglar. Dikkat qilib, bir bilan ko'rolmay qilmasdan chiroyli qilib duo deb o'yla hammasi bilan duo qilsanglar, savob bo'ladi. Bir bilan to'g'ri hurmat qilsanglar, xudo xohlasa Ramazon chiroq qilgan bo'lamiz inshaalloh. Baraka topinglar, taninglar sog' bo'lsin.